Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Xudo xolasa biz bugundan boshlab Jahon tarixi 7-sinf darsligini 2022 nashridan boshlaymiz. Birinchi darsda boshlay qolamiz. O'rta asrlarda Yevropa xalqlari 5-13 asrlarni o'z ichiga oladi. Birinchi mavzu German qabilalari va Rim imperiyasi. Biz nimalarni bilib olamiz? German qabilalari ularning joylashuvi va xo'jaligi, urug' qabilachilik an'analari, diniy e'tiqodlari, qabila ittifoqlarining vujudga kelishi, Rim imperiyasining ikkiga bo'linishi, inqiroz uchrashi va uning sabablari, germanlarning Rim imperiyasi hududiga uyushtirgan bosqinlari va ularning oqibatlari haqida. German qabilalari Rim imperiyasining shimoliy hududida yashagan german qabilalari ko'chlari miloddan avvalgi 4-6 asrlarda Yevropa tarixida muhim voqealardan biri bo'lgan. German tarixi bu qabila haqida ilk yozma ma'lumotlarda Yuliy Sezarning Galiya urushlari haqida xotiralari va Rim tarixchisi Kornel Tassisning Germaniya asarlari haqida keltirilgan. German qabilalari Yevropaning shimolida hamda Reyndan Elba daryosigacha bo'lgan hududlarda yashagan. Ular baland bo'yli, ko'k ko'zli, qizil sochli va jangovar va uddaburoligi bilan janubiy xalqlardan ajrab turgan. Germanlarning mustahkam hamda bir-biriga yaqin qurilgan xo'jaliklari bo'lmagan, harbi, o'tloq va to'qaylar bilan o'ralgan alohida xo'jaliklarda yashab kelgan. Ular dehqonchilik va chorvachilik bilan shug'ullangan. Urug' jamoasi darajasida yashagan germanlarning yerga nisbatan jamoa yer egaliklari mavjud bo'lib, urug' jamoalari hamkorligida o'rmondagi daraxtlar kesilib, yangi yerlar ochgan. Yerga avval oddiy yog'och so'qqida yordamida ishlov bergan bo'lsa, keyinchalik omachiga pulgaga o'tganlar. Unga ko'ra bular yerni o'g'itlantirishmagan. Keyinchalik almashlab ekish usulida omaч temir pulgaga o'tilish mehnat unumdorligini oshishiga sababchi bo'lgan. Hosil oshi ortib qolgan. Keyin hayvonlar terisidan kiyim tikish, qilich, qalqon, bolta va nayzalar bilan qurollanganlar, urush va ov qilishni yaxshi ko'rishganlar. Kundalik hayotida esa nondan ko'ra sut, pishloq va go'shtni ko'proq iste'mol qilganlar. Hunarmandchilikda asosan qurol-yarog', asbob-uskunalar, kiyim-kechaklar va idishlar ishlab chiqargan. Shu tariqa ular kulolchilik, to'quvchilik, zargarlik, teri va yog'och ishlov berish sohalari rivojlangan. Ular temirdan oltin, kumush, mis, qo'rg'oshin qazib olishni ham bilishgan. Qadimgi Rim bilan savdo-sotiq qilish german qabilalari hayotida muhim rol o'ynagan. Ular rimlarga qul, chorva mollar, teri, qahrabo yetkazib berishgan bo'lsa, rimliklar ularga sopol, shisha, bronza idishlar va oltin, kumush taqinchoq, qurol-yarog' va qimmatbaho matolar bilan ta'minlashgan. Germanlar jamoasi vujudga kelgunga qadar urug'chilik bosqichlari boshdan kechirishgan. Shu bois siyosiy tuzilishi asosiy qabila tashkil etgan. Qabila xalq yig'inlari saylangan konunglar, zodagon shaxslar. Demak, konunglar nima? Bu zodagon shaxslar boshqarganlar. Ular o'z qabiladoshlarini buyruqdan ko'ra shaxsiy namuna ishontirish orqali boshqarilgan. Qabila barcha qurollar etkin vakillar ishtirok etgan xalq majlisi oliy hokimiyat organi hisoblangan. U vaqti bilan chaqirilib, eng muhim masalalar: qabila boshlig'i saylash, qabila ichida nizolarni bartaraf etish, urush e'lon qilish va tinchlik o'rnatish kabilarni hal qilgan. Qabila yangi joylarga ko'chirish masalasi ham qabila masalalarida hal etilgan. Germanlar jamiyati bora harbiy bo'linmalar Drujina, ularning sarkardalari tobora yuksak nufuzga ega bo'la boshladi. Demak, harbiy bo'linma bu Drujina deb ataladi. Ushbu jarayonda mulkiy tabaqalanish kuchayib, 4-5 asrlarda o'zaro va tashqi urushlar ko'payib borishi asosiy rol o'ynadi. Natijada siyosiy tuzumda ham o'zgarishlar boshlanib, 4-5 asrlarda Aleman, Got, Franklarning yirik qabilalari ittifoqi shakllanadi. Qadimgi Germanda din alohida e'tiborga ega. Shohillar, muhtasham ibodatxonalar, dabdabali marosimlar bo'lmagan. Ular tabiiyki osmon va maqoldiroq, shamol va yerni ilohiylashtirilgan. German qabilalarining ijtimoiy siyosiy hayotidagi o'zgarishlar hamda Rim imperiyasi bilan doimiy aloqalar ularning diniy e'tiqodini o'zgarib borishiga olib keldi. Qabilalar orasida targ'ibot orqali xristianlik dini tarqalib, ijtimoiy taraqqiyot yanada tezlashdi. Demak, manodan
Germanlarning G'arbiy Rim imperiyasiga bosqinlari 4-asrda Rim imperiyasi o'zining avvalgi qudratini yo'qota boshlaydi. Demak, nechinchi asrdan boshlab Rim o'zini avvalgi qudratini yo'qota boshlaydi esa 4-asrdan boshlab. Bu jarayon qator sabablar bo'lib, ulardan eng asosiy qullar mehnatining past darajada edi. Tarixda ma'lumki, qullar ishlab chiqarish sur'ati o'sishidan manfaatdor bo'lmaganlar. Imperiyaning inqirozi qullar sonining ko'payishi asosiy o'rin tutgan. Tashqi iste'molchi urushlar ularning bo'lmasligi muammoni yanada jiddiylashtirgan. Boshqa hokimiyat, shuningdek qo'shinni oziq-ovqat mahsulotlari, kiyim-kechak, jang qurollari bilan ta'minlash zaruriyat soliqlari yildan-yilga oshib ketdi. Bu esa oddiy shaharlik va dehqonlar orasida ham norozilik kayfiyatini kuchaytiradi. Inqiroz 395-yilda Rim imperiyasi ikkiga, g'arbiy va sharqiy qismga bo'linadi. G'arbiy va sharqiy qismga bo'linganida cherkov ham bo'linadi. Xristianlik dini ham g'arbiy va sharqiy qismga bo'linadi. Xudo xolasa o'qishni davom etsak, kelasi darslarda kelishi mumkin. Kuchli inqiroz boshdan kechirgan G'arbiy Rim imperiyasi german qabilalari vandallar, vestgotlar, g'arbiy otlar deyiladi. Ostgotlar esa sharqiy gotlar. Angelsaklar, franklar va boshqa qabilalar hujumiga uchraydi. Qabilaning buyuk ko'chishlari sharqdagi Yevropa yurishlari boshlangan ko'chmanchi xun qabilalar tezlashtiradi. Demak, ko'chmanchi xunlar yaxtan bostirib kelayotganligi sababli bularning ko'chishlari tezlashadi. Xunlar tarkibidan qochib Rim imperiyasi hududiga o'tgan Vestgotlar imperiyasi qo'shinlari tormor etadi. Ushbu mag'lubiyatdan so'ng imperiya o'zini o'nglay olmaydi. Shu sababli Vestgotlar 410-yilda Sarkarda Alarix boshchiligida Boqiy shahar nomi olgan Rimni egallaydi. Vestgotlar qachon Boqiy shaharni egallaydi? 410-yilda Alarix boshchiligida. Vestgotlar shaharni 3 kun talashadi. Aholining qarshiligi hamda oziq-ovqat zaxiralarining tugashi varvarlar shaharni tashlab janubiy Galiyaga chekinishga majbur bo'ladi. Aynan Vestgotlar 418-yilda janubiy g'arbiy Galiyada ilk varvar qirolligini Vestgotlar qirolligini tuzadilar. Ko'p o'tmay vandallar va alan qabilalari Shimoliy Afrikada, Ostgotlar Italiyada, Shimoliy Galiyada, Shimoliy Afrikada vandallar va alan qabilalari Shimoliy Afrikada, Ostgotlar Italiyada, franklar Galiyada, angelsaklar Britaniyada qirollar joylashgan, o'z davlati barpo etgan. G'arbiy imperiyasi harbiy sarkardalardan biri Odoaker 476-yilda o'z qo'shini bilan isyon ko'tarib, so'nggi Rim imperatori Romul Albusni taxtdan ag'darib, monastirga yuborib, imperatorlik nishonlarini Konstantinopolga yuborishni buyuradi. Ushbu sana tarixda Yevropada qulchilik jamiyatining yer egalik munosabatlariga feodal jamiyat o'tishni boshlaganligini anglatadi. Ostgotlar Italiyada poytaxti Ravenna bo'lgan kuchli qirollik tuzganlar. Ularning qiroli Teodoakr antik madaniyatni saqlash va Rimni qayta tiklash maqsad qilgan. Uning bosh vaziri rimlik zodagon yetuk faylasuf Boetsi edi. Teodoakrning vaziri Boetsi bo'lgan. Boetsi o'zaro urushlarni to'xtatishga harakat qilishiga qaramasdan Ostgotlar va rimliklar o'rtasida ixtiloflar bartaraf etishga iloji bo'lmaydi. Ziddiyatlar faqat Ostgotlarning eng yaxshi yer egallab olganligi uchun emas, eng avvalo diniy urf-odat, tilda tafovutlar tufayli bo'lgan. Ostgotlar va rimliklar o'rtasida kelishmovchiliklar Vizantiya istilosi 6-asr o'rtalariga kelib, Ostgotlar qirolligining qulashiga sabab bo'ladi. Lekin tez orada Shimoliy Italiyaning yana bir german qabilasi Langobardlar bostirib kiradi. Ular Langobard qirolligini tuzadilar. Koning qabila boshlig'i zodagonlarning oliy vakili